Anqara jangi 1402-yilda Anqara shahri yaqinidagi Chubuk tekisligida ikki musulmon turk hukmdori Amir Temur va Yildirim Boyazid orasida bo'lgan jang edi. Jangga sabab Boyazid Anadolu beyliklarini o'z davlatiga kuch bilan qo'shib oladi. Shuning uchun turk beyliklari Amir Temurdan yordam so'raydi. Usmoniylarga bu ham yetmagandek, Yaqin Sharqda siyosiy vaziyat juda keskin edi. 14-asrning oxirisida Eron poytaxti Isfahon bo'lgan Muzaffariylar davlati Amir Temur bilan 7 yil urushi mag'lub bo'ladi va Temuriylarga tobe bo'ladi. 1392-yil 1393-yil Iroq va Eronning shimoli-g'arbiy qismida Bag'dod poytaxtli Jaloiriylar davlati hukm surar edi. Bu vaqtda Sulton Ahmadga Amir Temur qo'shini bilan Bag'dodga kelayotgani xabari berishdi. Sulton Ahmad qo'rqqanidan mamluklar davlatga qochib ketgandi. Buni ko'rgan Amir Temur Bag'dodga valiy atab Samarqandga qaytib ketadi. Amir Temurni ketganidan foydalanish maqsadida Misr va Suriya sultoni Berkuk yoniga qo'shni va Ahmad Jaloirni olib Bag'dodga borib, Amir Temur tayinlagan valiyni jangda yengadi va Ahmad Jaloirni takror taxtiga o'tqazib, Misrga o'zi qaytib